Assalamu alaykum saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun Al-Usul min ilmil usul degan bu kitobimizningki davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda al-ijma' deb to'xtagandik. Biz bu yerdan boshlaymiz. Al-ijma'. Ijma' degan nima? Bu birlik kelish degan ma'noda lug'at jihatda. Ya'ni bir hukmga bütün alimlarınki, ma'lum bir davrdagi bütün alimlarınki birlikka ittifoq kelishi bu ijma' deb ataladi. Tunda biz kitobimizni qarab boqaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ijma' degan nima? Ta'rifuhu, uning ta'rifi al-ijma' lughatan, ijma' lug'at jihatdan ilib aytgan vaqtimizda al-azmu, iroda bog'lash, val ittifoq va ittifoq kelish degan ma'noda. Istilohan usul fiqhdagi kasbiyat alg'usi اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kin muşu ümmetninki mujtehidlerinin bir şer'i hükümge ittifaq kelişi icma' deb ataladi. Peygamberimizden kim bo'lishi kerak? Birinchi sharti. Ikkinchi sharti mujtehidlar bo'lishi kerak. Ya'ni xalqan avam xalqlarning emas, cho'qim mujtehid olimlarningki bir shar'iy hukmga nima kelishi ittifoq kelishini deb ataladi, ijma' deb ataladi. Ittifoq degan gapdan nima chiqib ketadi bu yerda? Fakharaja bi qawlina ittifoq. Ittifoq degan so'zimiz bilan xilofning bo'lishi chiqib ketadi. Ya'ni bir hukmga bir davrdagi mujtehid olimlarningki ittifoq kelishi degan gap, uning bir mujtehid olim qanday kelmagan, qarish kelmagan bo'lishi kerak deganni bildiradi. Val vujud xilaf walau min wahid deydi. Shunga ittifoq degan so'zimiz bilan ixtilofning bo'lishi chiqib ketadi. Garchi bir odamdan bo'lsin. Fala yanaqidu ma'ahu ijma'. U ixtilof bilan ijma' qanday qilmaydi? Chegilmaydi. Ijma' bo'lmaydi. Va kharaja bi qawlina mujtahidi. Mujtahid degan bu so'zimiz bilan avamun nas va taqlidchilar chiqib ketadi. Ya'ni umum xalqlar yoki taqlid qilib ozroq ilm bo'lsa-mu, boshqa olimlarga ergashadigan mujtahidlik darajasiga yetmagan bunday kishilar qanday qildi? Chiqib ketadi. Fala yu'tabaru wifaquhum va la khilafuhum. Bu avamun nasningki qarish kelganligi yoki ularning qo'shilganligi buningda e'tiborga ilinmaydi. Ya'ni avamun nas qarish qismi mujtahidlar birlik kelgan bo'lsa-mu, bu yerda ijma' shaklini beradi. Va kharaja bi qawlina hadhihi al-umma. Bu ummat degan so'zimiz bilan icma' g'ayriha. Ya'ni u ummatdan boshqa kishilarning ijma'i chiqib ketdi. Ya'ni musulmonlarning boshqaning ijma'i fala yu'tabar e'tiborga ilinmaydi. Va kharaja bi qawlina ba'da nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimizdan keyin degan bu so'zimiz bilan chiqib ketdi. Ittifaquhum fi ahdi nabiy sallallohu alayhi va sallam. Ularningki Peygamberimizin devrdeki ittifaqı çıkıp gitti. Yani Peygamberimizin devrde sahabeler bir ittifaq kelgan bo'lsa, bu icma deb atalmaydi. Çünkü bu Peygamberimizin devrde bo'lg'achqa, bu Peygamberimizga yetgan bo'lsa, bu marfu' deb ataladi. Marfu' deb ataladi. Agar Peygamberimizga yetmagan bo'lsa-mu, Peygamberimizin devrde qilingan bo'lsa, bu hukmiy jihatdan marfu' deb ataladi. Fala yu'tabar ijma'an min haythu kawnihi dalilan. O delil bo'lganlik uchun ijma deb atalmaydi. Ya'ni payg'ambarimizning davrida qilingan ish o delil bo'ladi. Lianna delil hasala bi sunnati nabiy sallallohu alayhi vasallam. Chunki delil payg'ambarimizning sunnatidan hosil bo'ldi. Payg'ambarimizning sunnatidan hosil bo'lgan delil qaysidir? Min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Rasulullohning so'zi, sharikati va iqrorlardan iborat payg'ambarimizningki sunnatlari bilan delilning bo'ldi, hosil bo'ldi. Demak, Peygamberimizin devrede bo'lgan ish nima emasken, ijma' emasken. Shuning uchun iza qala sahabi, sahabalarning birisi kunna naf'al, biz Peygamberimizin devrede mundaq qilatdik, aw kanu yaf'alun, yoki kishilar Peygamberimiz devrede mundaq qilatdi desa, kana marfu'an hukman. Bu hukm jihatini buldu, marfu' bo'ladi. Bu la naqlan lil ijma'. Ijma'ni naql qilgan bo'lmaydi. Marfu' hadis bo'ladi Peygamberimizin devrede qilgan ish. Ala hukmin şer'i degan so'zimizdan chiqib ketdi. İttifaquhum ala hukmin aqli. Ya'ni shar'iy hukmga ittifoq kelgan bo'lish kerak degan bu so'z bilan aqliy hukmga ittifoq kelish chiqib ketdi. Ya'ni aqliy ishdan biriga ittifoq kelgan bo'lsa, bu ijma' deb atalmaydi. Yoki urf adi, ya'ni urf odatga munosabatli ishlarga ittifoq kelgan bo'lsa, bu ijma' deb atalmaydi. Fala madkhallahu huna. Uning bu yerda nimasi yo'q, gapi yo'q. Aqliy urf adi urfiy ishlarningki bu yerda gapi yo'q. Buning kirish ig'iz emas degan gap. İz al bahsu fil ijma'. Chunki
Bu yerdagi tadqiqot nima haqida? Ijmo haqida. Kadalilin min adillati shar. Shariatning bir dalili sifatida ijmo haqida bu yerdagi tadqiqot. Unda olsa icmani tushundik. Ya'ni payg'ambarimizdan keyin ma'lum bir davrdagi mujtahid olimlarning bir shar'iy hukmga ittifoq kelishini biz ijmo dedik. Bu ijmo degan shariatdagi 4 dalilning birisi. Qur'on, hadis, ijmo, qiyos. Qur'on, hadis, ijmo, qiyos. Demak, uchinchisi qaysi ekan? Ijmo ekan. Ijmo'ningki dalil ekanligiga, hujjat ekanligiga nima dalilingiz bor desa, val ijmo hujja li adillatin minha. Ijmo hujjatdir. Onun delillerinin qatarıdan birincisi Allah Teala ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada'a alen-nas. Biz sizlarni shuningdek o'ttirhal ummat qildik, kishilarga guvohchi bo'lishinglar uchun dedi. Şuhada'a alen-nas yashmilu shahada ala amalihim. Guvohchilik degan nima o'z ichiga oldi? Ularning amallarini va ularning amallarining hukmlarini o'z ichiga oladi. Bu guvohchininki so'zicha maqbul qabul qilinadi. İkincisi, texim uçuq bo'g'ini fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul. Agar sizlar bir ishda tatalash qilib qolsanglar, uni Alloh va uning elchisiga qaytaringlar. Dalla ala anna mattafaqu alayhi haqqun. Dalalat qildi, jazman ular ittifoq kelgan narsa, ular uning ittifoq kelgan narsa haq ekanligiga dalalat qildi. Fa in tanaza'tum fi shay'in. Bir narsa ixtiloflashib qolsanglar, uni Alloh va uning elchisiga qaytaringlar dedi. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü la tectemi'u ümmeti ala dalale. Bu en küçük delil. Benim ümmetim azgınlığının bulmaydı, icma qilmaydi, birlik kelmaydi degan hadisi var. Demek icma degan delil. Üçüncüsü en naqul icma'ul umma ala şey imma yakunu haqqan ve imma yakunu batilan. Bir ümmetning bir narsaga icma qilishi yoki haqiqat bo'ladi yoki batil bo'ladi. Agar u haq bo'lsa, hujjat bo'ladi. Agar batil bo'lsa, فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله. Eğer batıl bo'lib qolsa bu qandoqmi to'g'ri bo'ladi? Mushu ummatninki batilga ijmo qilishi bu qanday ummat? Allati hi akramul umam. Bu ummat Allah Teala'ga Peygamberimizninkin zamanıdan tatip kıyamet kadar en hürmetlik bir ümmet tuğan tuğsa bir batıl işqa Allah razı olmaydigan batıl işqa icma qilishi qandaqmi to'g'ri bo'lsin? Bu en çok muhal işlarning qatoridir. Yani Peygamberimizin ümmet en ulug' ümmet. Shunda turib bir ümmetning bütün alimlarininki batılga icma bo'lishi, Allah razı olmaydigan ishga icma bo'lishi bu aql uygun mu? Bir adamninki xato gap qilishi, bir odamning xato fatvo qilishi mumkin, ammo bütün olimlarning bir davrligi xatoga ijmo qilishi bu aqlga uygunmi? Uygun emas, albatta. Endi ijmo ikki turlik bo'ladi. Birinchisi qat'iy, ikkinchisi zanniy. Qat'iy degan nima desa, qat'iy deganimiz ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummati bid-darura. Bu ummatdan yuz berishi zarurat bilan bilinadigan narsalar. Ümmetin yüz berishi zarurat bilan bilinadigan narsalar. Ya'ni uning farz ekanligi har qanday bir musulmon biladigan ishlar. Mushunga qanday qilgan ijmo bor. Masalan, namozning farzligiga, 5 vaqt namozning farzligiga ijmo bor. Bu qat'iy bo'lgan ijmo. Va tahrimiz zina, zinaning harom ekanligi. Va hada bu tür, ya'ni ijmo'atin bo'lgan bu tür la ahad yunkiru thubutahu va la kawnihi hujja. Uning sabit ekanligi, uning hujjat ekanligida hech kim qanday qilmaydi, inkor qilmaydi. Bunda qat'iy bo'lgan ijmo'ni inkor qilgandan bo'ladi, yukaffiru mukhalifuhu. Yukfaru mukhalifuha, uningki mukhalifahu, uning qarshi chiquvchisi, mushunda qat'iy bo'lgan ijmo qarshi chiquvchi kafir bo'ladi. İza kana mimman la yajhalu, uningki ijmo ekanligini bilmaydigan kishi bo'lmasa, İza kan mimmen la yajhaluhu. Yani onu biladigan kishi bo'lib qolsa, la yajhaluhu degan, uni biladigan kishi bo'lib qolsa, yani bilib turib shu ijmoni qanday qilsa, inkor qilsa, kafir bo'lib ketadi u. İkincisi zanni. Zanni deganimiz nima desa, ixtilof bor bir masala, qat'iy bilan bilinadigan ish emas, ixtilof bor masala, uningda qanday qilgan olimlar ixtilofga ittifoq kelgan. Ma la yu'lam illa bit-tatabbu' wal-istiqra. Yani izlanish, tekshirish bilan bilinadigan hükümler.
وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. Yani bu ixtilaflaşıp qalğan işdə alimların icma kelişi mümkünmü desə, bunun da alimlar bir qismi ixtilafi məsələdə icma mümkün emas deydi, bir qism alimlar icma mümkün deydi. Şunu deydi, ixtilaflaşda alimlar onun sabit buluşuda, yani zanni bolğan icmanın sabit buluşuda. Ve ercuhul aqwal fi zalik, aşının güçlü göz qaraş bolsa, Şeyhülislam İbn Teymiyye'ninki qarşı. Haythu qala fil aqidatul wasatiyye, aqidatul wasatiyye kitapta dedi, vel icma'ullezî yendabitu ma kana aleyhi selefus salih. İcma, selefus salih onun da bekigen narsalar o icma. İz ba'dihim, çünkü ulardan keyin kasral ixtilaf ve intashral umma. İxtilaf köp boldu, ümmetler tarqab ketdi. Yani sahabalar, tabi'inlarning davrida, yani tabi'inlar davrida 3 asrda selef salih deganlar. 3 asrda bekigen chigilgan icma ulardan keyin cho icma shakllanmaydi deb qaraydi Ibn Taymiya. Mishqa, çünkü ulardan ixtilof ko'p bo'ldi, ummat qana qildi, tarqalib ketdi. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. واعلم şunu bilip koyan ümmet, yani peygamberimiz ümmeti la yumkin en tujma ala khilafin dalile sarih sahih sarih. O çok sahih bir bolğan bir delilin karşısına icma qılmaydı. Bunu abdan bilsiniz oldu. Mensukh emas, sahih bolğan bir delilin karşı halatda icma qılmaydı. فإنها لا تجمع إلا على الحق. Çünkü o ümmet fakat hakikat kılım icma kılıdı. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. Eğer siz bir icmanı körsünüz, onu siz uçuk sahih bolğan bir delil karşı edip güman kılsanız, fanzur abdan qaran imma yekuna delil gayri sahih. Ya siz o delil başqa icma qıptı dep qaragan o delil sahih olmaslığı mümkün, yoki sarih bo'lmaslığı, uçuq bo'lmaslığı mümkün, yoki mansukh bo'lishi mümkün, yoki meselede siz bilmaydigan bir ixtilofchi bo'lishi mümkün. Bu delil başqa icma qıptı dep şuna hayran qalmang deydi. Elbette icmanınki şartları var. Yani icma degan bir hükümninki icma deb qabul qilinishning shartlari var. Birincisi ayyafbuta bi tariqin sahih yo'l bilan sabit bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni icma va degan bu gap xuddi sahihga o'xshash ishonchli kishilardan naql qilgan bo'lishi kerak. Bi ayyakuna imma mashhuran baynal ulama. Bu nima orqali bo'ladi? Ya ulamolarning o'rtasida mashhur bo'lishi bilan bo'ladi. Olimlarning hammasi ma ishda icma va deb mashhur bo'lgan bo'lishi bilan bo'ladi. أو ناقله ثقة واسع الإطلاق. ياكي o icma'ni naql qiluvchi ishonchlik va vasul itlo bilimi kengri bo'lishi kerak. Bu birinchi shart. Ikkinchisi o icmaga muqimlashgan bir ixtilof ilgari olmagan bo'lishi kerak. Ya'ni bir icma va desak, agar undan ilgari o ishda muqim davom qilib kelgan birni bo'lsa, ixtilof bo'lib qolsa, bu icma ulanmaydi. Şunu deydi, "Alla yasbiqahu xilafun mustaqir." Davamlaşkan, muqimlaşkan bir ixtilaf o icmaatda ilgili olmaslık lazım. Yani o icmaatın ilgili şundaq bir ixtilafның bolmagan bo'lishi kerak. Fa in sabaqahu fala icma. Agar o icmaatın ilgili bir ixtilaf bo'lib qolgan bo'lsa, icma olmaydi. Lannal aqwal la tubtal bi mawti qailiha. Çünkü sözler o sözün degichining ölümü bilan bekor olmaydi. Yani bir hükümde bir qism olimlar munda deb qaradi, yana bir qism olimlar munda deb qaradi. İki xil ko'z qarash oldu. O kişiler ölüp ketkendan keyin o hükümde nima bo'lmaydi. Bir yerga akilib icma qilolmaydi. Çünkü onu degan mujtahid olimlar var. Bunu degan mujtahid olimlar var. Her iki xil ko'z qarash mavjud bor. U odam ölüp ketdi deb o ixtilofni qana qilolmaydi, yo'q qilolmaydi. Shuni deydi, "Fal icma la yarfa'u al-khilaf as-sabiq." Icma degan ilgirki ixtilofni ko'tarmaydi. Icmaning maqsadi u emas. İlgir ixtiloflashgan ixtilofni yo'q qilmaydi. وإنما يمنع من حدوث خلاف. Yani bir işte bundan keyin ixtilof yuz berib qolmasin deb ixtilof yuz berishini cheklaydi, oldini oldi. Masalan, namozning farzligida ijmo qilib o'tishningki sababi nima? Keyin kelgan kishilar namoz degan farzmi, emasmi? Buningda ixtiloflashib qolmasin deb ijmo qilib o'tgan. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. Bu güçlük göz qaraşmı şu, onunki ma'xaziga manbasining kuchli bo'lganligi uchun. Ya'ni chunki nima qaysi qarash kuchli desa, ya'ni ba'zi olimlar u ilgari ixtilof bo'lmaslik shart qilinmaydi deb qaraydi.
Şuna vaqil la yashtaratu zalik. Ya deyildi, o shart qilinmaydi. Nima shart qilinmaydi? İcma'ning bo'lishi uchun undan ilgari u masalada ixtilof bo'lmasligi shart qilinmaydi deb qaraydiganlarmi bor. فيصح وينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. Yani ma qaraydiganlar buni deb qaraydi. İkinci davrda, yani ikinci asrda ilgirki so'zlarning biriga ijma'ning chigilishi to'g'ri bo'ladi. Ve yakunu hujjata ala men ba'dahu. Ve onundan keyin kishilarga u hujjat bo'lib qoladi deydi. Yani bir bo'lib qarashli kishilar ilgir ixtiloflashgan bo'lsa, onundan keyin bir davrdagi butun ummatlar birlik kelib, ilgirki ixtiloflashgan olimlarningki so'zining biriga ijmo kelib qilgan bo'lsa, bu mu bo'ladi? Bu undan keyin kishilarga hujjat bo'ladi deb qaraydiganlarmi bor. Ve la yashtaritu ala ra'yil jumhur inqirad asril mujmi'in. Cumhurlarning ko'z qarashida ijmo qiluvchilarning davrining munqariz bo'lishi shart qilinmaydi. Ya'ni olimlar bir davrning olimlari bir ishga ijmo qilgan bo'lsa, shu ijmoning ijmo bo'lishi uchun shu ijmoga birlik kelgan olimlarning hammasining ulab tugishi shart emas deydi. Ammo ba'zi olimlar shart qildi shuni. Chunki olim degan vaqtning o'tishi bilan fikrni yenib qolishi mumkin. Shuning uchun o'lgicha şu icmaatı sabit halde ülep tügen bolsa şu icmaatı birlik kelgan olimlar onundan keyin bu icma oldu, bo'lmasa icma olmaydi deb qaraydigan olimlar bor. Shunga ammo kitobning abturu tanlagan qarash wala yushtarat ala ra'yil jumhur. Jumhurlarning ko'z qarashiga asosan ijmo kelganlarningki davrining munqariz bo'lishi, ya'ni ijmo qilguvchilarning ülep tugishi shart qilinmaydi. Ijmo chigiladi. O icma ehlininki ittifaq kelishi bilan chigiladi. Va to'g'ri bo'lmaydi ular uchun, ularning boshqasi uchun onunga qarshilashish undan keyin. Ya'ni ijmo birlik keldimi, birlik bo'lgandan keyin shu ijmo qatnashgan kishilarningki yoki ulardan boshqasining uning qarshi kelishi to'g'ri bo'lmaydi. لأن الأدلة على أن الإجماع حجة. Chunki ijmoning hujjatligiga bo'lgan dalillar uningda davrininki munqariz bir shart yo'q. Şu davrininki munqariz bo'lish shart yo'q. Ya'ni şu davrning munqariz bo'lish shart yo'q degan gap, şu ijmo qatnashgan kishilarningki hammasining şu fikrda, şu hukmda ulab tugishi shart emas. La'annal ijmo hasala sa'at ittifaqin. Chunki ijmo shular ittifoq kelgan vaqtning o'zida hosilab bo'ldi. Faman ladhi yarfa'uhu vaqtda hosilab bo'lsa, uni ko'taradigan narsa nima undaqda? Uni ulish shart emas. Shu xil holatda ulab ketgandan keyin uni ijmo oldi deyish shart emas. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا. Ve dedi bazı mujtahidlar bir gapni desa ve bir ishni qilsa ve şu gapni deganlik bilan yoki shu ishni qilganligi bilan ijtihad ahlining o'rtasida mashhur bo'lsa, u ijtihad ahli valam yunkiruhu uni qanday qilmasa, inkor qilmasa, ma qudratihim ala inkor. Inkor qilishga qodir turib inkor qilmasa, bu vaqtda nima bo'ladi? Ijmo bo'ladi deydi. Ya'ni bir mujtahid olimdan birisi bir hukmni qildi. Boshqa shu davrdagi butun mujtahidlarning hammasi bu gapni angladi. Uning hech qanday e'tiroz bildirmadi. E'tiroz bildirishga qodir turib e'tiroz bildirmadi. Demak, bu nimani bildirdi? Uning qo'shilganligini bildirdi. Shuning uchun bu nima atildi? Yakun ijma'an deydi. Vaqil va deyildi, hujjat bo'ladi, ijmo olmaydi dedi. Bu ijmo sukuti deb ataladigan ijmo bo'ladi. Ya'ni sukuti ijmo. Hammasi bir yakib qilmagan, ammo bir mujtahiddan birisi yoki bir qancha mujtahid qildi, ammo boshqa mujtahidlar uni ko'rdi, angladi, uning qarta hech qanday qarshi fikrini o'tirib qo'ymadi, inkor qilmadi, e'tiroz bildirmadi. Demak, ulama bu hukmga yoki bu fe'lga qanday qildi? Qo'shildi. Bu yerda nima shakllandi? Ijmo sukuti shakllandi deymiz. Ve deyildi leyse bi icma ve la hujja. Ve üçüncü bu bunda alimlarninki jim tuğallık olan bir bölük mujtahidlarning qilgan ishiga bu yerda ijma emas, hujjat emas deydiganlarmi bor. Vaqil in qaradu qabla al-inkar fa huwa ijma. Ve deyildi agar inqarardu, agar ular munqarizda tugab kelsa, ya'ni ulab tugab kelsa inkor qilishdan ilgari fa huwa ijma. Ijma bo'ladi. Ya'ni bir mujtahid, bir qancha mujtahid olimlarning bir hukmni chiqargan bo'lsa, başqa mujtahid olimlar uni anglab turib, ko'rib turib inkor qilmadi. Hatto ulab ketgan qadar inkor qilmagan bo'lsa, bu ijmo bo'ladi.
deb deydiganlarmi bor. Lianna istimrar sukutihim, chunki ularningki sukut qilishining davom qilishi ilal inqiroz, o'lganga qadar ma qudratihim inkor qilishga qodir bo'lib turib, dalilun ala muvafaqatihim. Ularning buningga qo'shilganligiga dalil. Va hada aqrabul aqwal. Bu so'zning eng yaqini, ya'ni haqiqatga yaqini deydi. Ya'ni bir mujtahid olimlar bir gapni qildi, bir hukmni chiqardi. Boshqa mujtahid olimlar uni anglab turib, uning e'tiroz bildirmasa, sukut qilsa, shu holatda o'lib ketgan bo'lsa, bu yerda uning u olim mujtahid olimning hammasiningki qo'shilganligini bildiradi. Bu yerda nima shakllandi? Ijmo shakllandi deydi. Buni deb ataladi ijmo sukuti deb ataladi. Xo'sh, saqlashlar unda bo'lsa, bizning bugungi darsimiz mush yerda daxilashdik. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.